Asqar aka, ne asabiylashib baqir-chaqir qilyapsiz, tushunmayapman aka. Naturada bor, yomon asab buziladi-da bor. Nimaga? O'ynash keladi, o'ynasini qo'yadi mana. Kim qiladi? Malek qiladi shuni anaqasini, pukovkasini. Hop. Endi men ehtiyot qilishim kerak-da, как будто uni. Hop, bu ham mayli deysiz, ko'z yumasiz. Elektrik teshdi. Galaganda men yaqinroq olib keling, galaganda. Hop, teshib qo'ydi. Elektrik hayotda yamamaydi mana shuni. 100% javob beraman, elektrik yamamaydi mana shuni. Kim yamash kerak? Malyar yamash kerak biladi buni. Shukurga qilib chiqish kerak mana, chizib chiqilgan. Shukurga qilib chiqish kerak. Kim qiladi? Malyar qiladi. Dafiga yana naryoqda, qani, yuring yana ko'rsataman yana. Bunga qanaqa eshik qo'yishar ekan, qanaqa zamonaviy, ommaviy eshik qo'yishar ekan, buni regasini biz qodirib berdik, buzib berdik. Buni kim yamaydi keyin? Gips kardon qo'yaman men. Ustidan yamab chiqaman. Navoda pedda bo'lib qolsa keyin bitirganimizdan keyin chaqirishadiki, juda mana shu o'xshamadida, juda nimadir netvoda deb asabni buzishadi. Shu muammolar, mana shunaqa muammolar bor-ku. Dafiga bor mana. Komissiyalarda buzishgan, mana boshqatdan ustunovka qilishgan komissiyalarda. Mana shu yamog'i ham biz qildik. Biz qildik, yana videosini ham qo'ydik shekilli. Har doim malyar inovat bo'lavermaydi, biladi. Nimaga boshqa ustalar qilmaydi mana shu ishlarni? Ustunovka qilib ketgan mana shu o'yinlarni. O'zimiz bukovka qilganmiz biz. Bizning bo'ynimizdagi narsa emas u bu bilan. Qachongacha biz mana shunaqa qilib yuramiz biz? Shuning uchun har bitta narsani o'sha pulga chaqirgan payti keldi. Mana shu bukovkani pul olasiz. Buni yamaysizmi? Qancha vaqtingiz ketdi, pul olasiz. Hammasiga pul olish kerak. Ko'nglingiz bo'sh bo'lsa, shunaqa ishni qilaverasiz. Tekin qilib yurasiz, okay? Bu bitta bo'lak emas, hamma malarlarga murojaat qildinglarmi pulini olaveringlar. Endi to'g'ri qanaqadir ehson ma'nosida ham ketadi, kichkina ishlar bo'lsa. Hadeb mana ishlar bo'lsa, to'g'rilab yururmaysizlar, to'g'rimi? Sizlarning ham bola chaqa bor, boqish kerak.